To'xtang, hozir siz menga 1,5 millionlik narsani 300 mingga qilib beryapsizlarmi shunda? To'la. Va nihoyat mana juda ham ko'p ayollar kuzatadi meni va shu yuzasidan va o'zimni oilamda, o'zimni keyin o'rtancha farzandim shunaqa tili kechroq nutqi yaxshi rivojlanmaganligi uchun biz har doim izlanishda bo'lamiz va yaxshi defektolog topganimdan xursandman. Sizni klinikangizni farqi nimada? Bizada faqatgina bolajonlar bilan logopedik mashg'ulotlar emas, balki lecheniyalar ham bor. Bizning klinika ayni nutqida kechikish, aqliy faoliyatida kechikayotgan, ya'ni ZPR, ZRR, autizm tashxisli bolajonlar uchun rotokografik terapiya apparatlarimiz bor. Germaniyadan kelingan bo'z terapiyalarimiz bor. Barakameralarimiz bor. Barakameraga ko'zim tushdi sразу. Logoped mashg'ulotlarimiz bor, massaj, umumiy massaj, LFK, hamma jami Fizioterapiyalar hammasi bor. Bolajonlarga aynan shu kasallik bilan kasallanayotgan bolalarga. Barakameraga ko'zim tushdi. Men o'tgan yili bir barakameraga borib obzor qilgandim. U общий barakamera edi, kattaligi ham, kichkinaligi ham. Gulnozaxon klinikalarida e'tiborimni tortgan narsa bu individualniy barakamera bo'ldi. Ya'ni общий ko'pchilik bilan emas, bir bola uchun mo'ljallangan. Gulnozaxon, hozir baribir bilasiz, insonlar qulaylikka qarab yuguradi. Sizning klinikangizda qanaqa qulayliklar bor? Bizda hozir dekabr oyining oxirigacha aksiya ketyapti. Aksiyaning ichiga bir kunlik to'lov 300 ming so'mdan va uni ichiga nimalar kirishi mumkin? Umumiy massaj, logomassaj, logoped mashg'uloti, barakamera birinchiga kiradi, LFK mashg'ulotlari kiradi hamda kislorodniy kokteyl. Tugaydimi bularningiz? Tugaydimi? Yo'q, tugamaydi hali. Qani, yana. Va albatta hozirgi kunda zamonaviy naushniklar chiqqan. Naushniklardan bolaga foydalanishimiz mumkin. To'xtang, hozir siz menga 1,5 millionlik narsani 300 mingga qilib beryapsizlarmi shunda? Albatta. Dekabr oxirigacha. Ha, dekabr oxirigacha foydalanib qolishlari mumkin. Vau, hali bunaqasi bo'lmagan. Noyabr, dekabr 2 oy muholatinglar bor ekan. Bu shokman 300 mingdami? Qoyilman.